B'da chorvachilik uchun eng muhim va tuproq unumdorligini oshirishda universal hisoblangan dukkakli ekin. Uni yetishtirish texnologiyasi quyidagi asosiy bosqichlarni o'z ichiga oladi. 1. Tuproq va joy tanlash va tuproqqa talabi. B'da suv va havoni yaxshi o'tkazadigan neytral yoki ozgina gidroksidi pH 7-9 qumoq yoki qumloq tuproqlarda yaxshi o'sadi. Kuchli kislotali yoki kuchli sho'rlangan tuproqlarni yoqtirmaydi. B'da uchun eng yaxshi iqlim sharoiti. Issiqlikni yaxshi ko'radi, yorug'sevar o'simlik, kuchli ildiz tizimi tufayli qurg'oqchilikka chidamli. Almashlab ekishdagi o'rni. B'da tuproqda ildiz tuganoqlari yordamida ko'p miqdorda azot to'playdi. 3 yil ichida gektariga 300-400 kilogramm va undan ko'proq azot to'playdi. Shuning uchun u deyarli barcha ekinlar uchun, ayniqsa g'o'za uchun eng yaxshi o'tmishdosh, prekursor hisoblanadi. 2. Yerni tayyorlash va o'g'itlash. B'da urug'lari mayda bo'lgani uchun tuproq sirti tekis, ixcham va katta kesaklarsiz bo'lishi kerak. Yer kuzda 28-35 sm chuqurlikda shudgor qilinadi va bahorda yana tekislanadi. O'g'itash. Ekishdan oldin, ayniqsa fosforli o'g'itlar asosiy o'g'it sifatida solinadi. Bu ildiz tuganoqlarining shakllanishiga va azotni o'zlashtirish qobiliyatini oshirishga yordam beradi. Ba'zan organik o'g'it gong ham solinadi. 3. Ekish muddatlari va me'yori. Ekish muddatlari. O'zbekiston sharoitida B'da asosan 2 muddatda ekiladi. Ertangi bahor, fevral oxiri mart boshlari. Eng ko'p tarqalgan. Kuz, avgust oxiri sentyabr boshlari. Begona o'tlar kamroq zarar yetkazadi. Ekish usuli. Yoppasiga qatorlab yoki tor qatorlab ekish tavsiya etiladi. Ekish me'yori. Yoppasiga ekishda 200 gramm urug' 1 sotiq uchun yoki 18-22 kilogramm 1 gektar maydonga ekiladi. Qatorlab ekishda esa 150-160 gramm urug' 1 sotiq maydon uchun sarflanadi. Ekish chuqurligi 1-3 sm. Chuqurroq ekish urug'ning unib chiqishini qiyinlashtiradi. Tor, parvarish va sug'orish. Begona o'tlarga qarshi kurash. Yosh bedaning o'sishi sekin bo'lgani uchun birinchi yilda begona o'tlarga qarshi kurashish juda muhim. Sug'orish. Beda namsevar o'simlik. Sug'oriladigan hududlarda yuqori hosil olish uchun muntazam sug'orish talab etiladi. Har bir o'rim oldidan 1-3 martagacha sug'oriladi. Sug'orishlardan biri albatta sho'nalash, guncha chiqarish davrida o'tkaziladi. 5. O'rim soni. Sug'oriladigan rayonlarda B'da birinchi yili 2-3 marta, keyingi yillarda esa 4-6 martagacha o'rilishi mumkin. O'rim muddati. Ko'k massa o'rish uchun odatda 40-50% gullaganda o'riladi.